Yer maydonlari bilan bog'liq korrupsion holatlarga qarshi kurash doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan favqulodda holat rejimida faol tadbirlar davom ettirilmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani hokimining o'rinbosari o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda hokimlik zaxirasida bo'lgan 9 gektar yer maydonini Sherobod tumanida yashovchi fuqaroga poliz ekinlari ekish uchun 4 oy muddatga ijaraga berish evaziga 90 million so'm talab qilib, joriy yilning yanvar oyida 30 million so'm oladi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u qolgan 60 million so'mni Termiz shahridagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat yuzasidan ushbu mansabdor shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan viloyatida kuzatilgan holatda esa Chust tuman hokimining mahalla fuqarolar yig'inlaridan biridagi yordamchisi 2022-yilda Sadacha kichik sanoat zonasi hududidan o'zining qarindoshiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida ajratib berilgan 43 sotiq yer maydonining 20 sotiq qismini hokimiyatdagi tanishlari orqali 1982-yilda tug'ilgan fuqaro nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 23 ming AQSh dollari talab qiladi. Ammo hokim yordamchisi oldindan 10 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yer maydonlari umummilliy boylik sifatida e'tirof etilib, uning fuqarolarga ajratib berilishi, foydalanish tartibi va boshqa masalalar tegishli normativ hujjatlar bilan belgilab qo'yilgan. Hurmatli fuqarolar, korrupsion holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling va holat bo'yicha xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.